Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz takriz va takriz turlari mavzusida. Xo'p, oldin topshiriq berib o'tamiz. Birinchi topshiriq atamani top tartibida. Xo'p, quyida berilgan 15 ta atama berilgan. Siz uni mazmunni keltirib o'tishingiz kerak bo'ladi. Deylik, axborot, matn, bob, paragraf, abzas, konspekt, annotatsiya, referat, esse, loyiha, tezis, publitsistika, stilistika, insho va taklif. Xo'p, quyidagi atamalarga izoh berib o'tishingiz kerak. Ilmiy uslub. Sof ilmiy uslub, ilmiy ommabop uslub. Sof ilmiy uslub maxsus soha vakillarigina tushunarli, maxsus terminlar asoslangan bo'lishi kerak. Ilmiy ommabop uslub esa keng jamoatchilikka tushunarli terminlarga izoh beriladi, obrazlilikdan foydalanadi. Xo'p, ilmiy uslubning o'ziga xos xususiyatlari aniqlik, logik izchillik, qisqalik, tushunarlilik, terminlardan foydalanish. Takriz arabcha ijobiy baho degani. Takriz bu badiiy, ilmiy, metodik va boshqa asarlarga tanqidiy nuqtai nazardan beriladigan yozma umumiy bahodir. Takrizda asar tanqidiy tahlil etiladi. Shu nuqtai nazardan baholanadi. Asarning yutuqlari ham, nuqsonlari ham birdek ko'rsatiladi. Takriz yozishdan maqsad asarga umumiy baho berish, asarning yutuqlarini ta'kidlash, asarning kamchiliklarini aniq ko'rsatish, tushunarsiz narsani tushuntirish, murakkab narsani soddalashtirishdir. Takrizga namunalar. Xo'p, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Farg'ona filiali, Dasturiy injenerning va raqamli iqtisodiyot fakulteti, o'zbek tili va gumanitar fanlar kafedrasi assistenti Husaynovaning akademik yozuv fonidan tayyorlangan uslubiy ko'rsatmasiga takriz. Xo'p, quyidagi takrizni o'qib o'tamiz. TATU Farg'ona filiali, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Farg'ona filiali, o'zbek tili va gumanitar fanlar kafedra o'qituvchilari Husaynovaning akademik yozuv fonidan tayyorlangan uslubiy ko'rsatmasi. Birinchi kurs kunduzgi, masofaviy va sirtqi ta'lim yo'nalishlari talabalari uchun mustaqil ta'lim mavzulari va unga mos namunalar to'plamidan iborat. Ko'rsatma akademik yozuv fanini o'rganuvchilar uchun o'z bilim va ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Uslubiy ko'rsatma berilgan mavzu bo'yicha rasmiy axborot tayyorlash, publitsistik va ilmiy maqola tayyorlash, referat yozish, esse yozish, tezis va takriz yozish namunalarini o'z ichiga oladi. Qoidalar va mashqlar talabalarning ona tili bo'yicha bilim darajalariga muvofiq tanlangan. Grammatik bilimlarni rivojlantirishga qaratilganligi bilan ko'rsatma bunday yo'nalishlarda dars o'qituvchi akademik yozuv fani o'qituvchilari uchun metodik jihatdan muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Talabalar uslubiy ko'rsatmada berilgan mustaqil ta'lim mavzularini yanada yaxshi tushunishlari uchun namunalar ham keltirilgan. Mavzular ketma-ketligi talabalarni mavzularni oson o'zlashtirishiga qaratilgan bo'lib, darslar davomida egallangan bilimlarni amalda mustaqil ravishda bajarishlari bilan o'z bilimlarini mustahkamlab qoladilar. Yuqoridagi fikr mulohazalarni hisobga olib, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Farg'ona filiali, o'zbek tili va gumanitar fanlar kafedrasi o'qituvchilari Husaynova tomonidan tayyorlangan mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini bajarish uchun mo'ljallangan uslubiy ko'rsatmasini nashrga tavsiya etaman. Xo'p, yana bitta ochiq dars takrizidan namuna berilgan. Buni yaxshilab ko'rib olasiz. Xo'p, darsning yakuni o'qituvchi BBB diagrammasidan foydalangan holda takriz matni va tarkibiy qismlarni tushuntirgan holda mavzuni mustahkamladi. Talabalarga uy vazifasi sifatida takriz yozib kelish kerakligini tushuntirdi. Xulosa: o'qituvchi dars mavzusini yaxshi tushuntirib berdi, ammo dars jarayonida bir qancha kamchiliklar ham kuzatildi. Elektron qurilmalardan unumli foydalanmaganligi talabalarning dars jarayonidagi ishtirokiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Darsni yangi mavzuni tushuntirishdan boshlaganlik sababli o'tilgan mavzuni mustahkamlashga deyarli e'tibor qaratilmadi. O'tilgan mavzuni mustahkamlash maqsadida
ko'rgazmali qurollardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Kuzatilgan kamchiliklardan kelib chiqib, dars qoniqarli ravishda o'tildi deb baholandi. Xo'p, monitorda krossvord berilgan. Quyidagi 13 ta savol orqali krossvordni yechishingiz mumkin. Xo'p, mavzu yuzasidan foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati, uyga vazifa, takriz turlari haqida ma'lumotlarni o'rganib, konspektlashtirib kelish, IT sohasiga oid ixtiyoriy bir maqolani tanlab o'qish va takriz yozib kelish. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat.